Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Hammalaringga sihat salomatlik, uylaringda tinchlik, xotirjamlik bo'lsin, Allohning barakasi bo'lsin avvalo. Xudo xolasa sizlar bilan bitta xursandchiligim bor, shuni ulashmoqchiman. Xo'p, biz xudo xolasa Allohning izni bilan yangi ustaxona ochdik inshaalloh. Duo qilib qo'yasizlar. Keyin sizlarning podдержкаларing bilan xudo xolasa bu ustaxonani ham yurgizamiz inshaalloh. Avvalgi ishlab turgan joyimdagi ustaxona ham ishlayapti. Aytda o'zimizga yaqin aka-ukalarimiz ishlashyapti. Biz o'zimiz uchun xudo xolasa yana bitta ustaxona qildik inshaalloh. Hozir asosini tushuntirib o'taman. Toshkentdan Qo'qonga kirib kelaverishda hamma biladigan o'sha mashhur Mastona bozori va shuni parallel tomonda, ya'ni o'ng tomonda bizning ustaxonamiz joylashgan. Qo'qondan kirib kelaverishda Mastona bozoridan ozgina o'tgandan keyin chap tomonda joylashgan. Mana reklamamizni qo'yib qo'yganmiz. Mana shu joydan chap tomonga kiriladi. Kirib kelganlaringdan keyin ro'parada Jalolbek Yevropa gaz yurganda o'ng tomonda mana biz darvoza reklamamiz ham bor. Mana shu joydan kirib kelganda xohlasa mana shu bizning ustaxona bo'ladi. Shunaqa chiroyli qilib servislarni qilib qo'yganmiz inshaalloh. Namizga 100 ta balon qo'yib beryapmiz. Mana ko'rdilaring lokatsiyani. Metan, propan 3-4 pokoleniya. Uстановка, remont va hokazo. Zapchastlari ham bor bizda. Xudo xolasa Italiyan zapchasini olib kelib qo'yganmiz. Uni xudo xolasa bitta obzor qilib beraman. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, ekranda nomer qoldiraman. Telefon qilib bemalol kelishlari mumkin. Xudo xolasa xursand qilib chiqarib yuboramiz inshaalloh.